ovozi o'xshayaptimi kuyovimni ovoziga yo'q? Bir iltimos bor edi-da. Shu vali qiz bilan o'tirgan yigitni ko'ryapsizmi? Jigarang kostyum shunda o'tiribdi-ku. Ko'rdim. O'ng tarafdagini aytyapsizmi? Ha. Shuni sekin borib qarangchi, mana bu galvar turqsovuqqa o'xshaydimi? Shumi, yo'qmi? Shunga? Ha. Amaki o'zi-yu o'zi. O'chir, amakinami o'l farosatingga kuy. Kuyov bo'lgansan-dan o'rgandim. Rasmmi? Yil zapali degani mana shuni ko'rsatib qo'yaman senga. Shu tez yetib keling. Keling, surpriz dodasi turibdi bu yoqda, hal qilayman bu yoqda. Hali quda, qara quda. Nima gap? Ko'ring nima bo'lyapti. Ko'rasizmi? Xudo demayman bugundan boshlab. Men shu niyatda sizga qiz berganman, ha. Men uni to'g'irlash kerak buni. 25 yillik xatoyingiz bu. Uxlab qolsangiz bo'lmasmi o'sha paytda? Quda qo'ysangiz-chi, unaqa ishlarni. Onasi, ya qara. Javob qarangmi? Nima bo'ldi? Prosta gaplashib o'tiribdi. Qo'ysangiz-chi quda. Yuring bu yoqqa. Men tushunmadim. Ona, ko'zingni bor. Bu nima hurmatsizlik Oybek aka? Shartnoma bekor bugundan boshlab. Madaniyatni bilgan. Qo'lim bir joyga tegdi, yumshoq tegdi. Qarang-a, suyulmay xonada bo'ling. Siz yoshida olingizmi? Yo'q, prosta nima ish? Ishxonada xo'jayin vaqti bo'lmaganligi uchun men bularni obedga olib keldim. Yo'q, men aytdim ularga.